Ma bina osh qoldi, ma bina butun xalq chiqib ketdi. Ma binadan butun xalq chiqib ketdi, osh qo'ydi, osh, uyda ishnim yo'q. Xitoy hukumat doiralari Uyg'ur elidagi yuqum ahvolining kontrol ostiga ilinganligi, yuqumni tizginlash xizmatlarining tartibli yurgizilayotganligini ilgari sursimi, biroq Xitoydagi ijtimoiy taratqularda barg'ansir ko'payayotgan har xil arz shikoyatlar buning aksini so'zlamoqda. Hazır kilovatkan narsalardan bir 10 kilo giriş, 1 kilo may, nurgun adamga nem bo'ladi? Bizim bedavatamdı. Ağırlıklarını qoqdisa için to'qon qo'yib qo'qdamdi ekan. Enangdan ko'ra kelib etiversi bo'lmandi. Mush xalqlarningki albatta mushunda bo'layotganligiga aşağıdan yuqorining qizilbash yo'lchisini butun xalqqa yo'lchisini chiqarib, mana shu yerdan chiqargan huquqi yuqoridan chiqargan ebittira ma semite ma tamg'isi deb xalqni qanoatlantirsin. Ma yuqori shu yerdan dadamninki haqiqatan og'zi bilan qo'lini bosgan tamg'ini izlayli. Aşı yazsan qil xalq o'lsin degan ish bo'lsa hammamiz yetib o'layli, dara kelib bersin. Bo'libmi bir oyga yaqin vaqtdan beri qamalda qilayotgan Uyg'urlarning uylariga vaqti-vaqtida yemak-ichmak ta'minlanmaganlikdan ushoq bola-chaqalarini o'z ichiga olgan bir oila kishilarning ochliq azobi tortayotganligi, hatto ba'zi kunlik ishlab pul topadigan oilalarning intoyin qimmatbaho setib berilayotgan yemekliklarni setib olish qurbi yetmay osh qilayotganligidek videolarning barg'ansiri ko'payishi kuchlik diqqat qo'zg'amoqda. Mana balla ushoq ma 3 kun bo'ldi, ma balla sovuq suv ichib, qaynoq suvdan sovuq suv yeydigan narsa qolmadi. Men jangga patqa vaqtida mushi shipani tatdim, amal yo'q. Men bo'lsam bir kunlik ishlab tepatgan odam. Jangga patqa vaqtida mana mush shipani tat yo'lmay amalim bo'lmadi. Mana ushoq balla ma 3 kun bo'ldi. Qaynoq suv ichib Xitoy hukumat doiralarining aholilarni yuqum mezgilida o'saksiz taqatmaslik haqida ogohlantirishiga qaramay, avam orasida kun sayin ko'payayotgan dod shikoyatlar. Navbatda qamal ostidagi Uyg'ur oilalari duch kelayotgan zo'r ko'lamli ocharchilikning intoyin eg'irligini ko'rsatib berdi ekan. Hey kadınlar, ben tünüğün dokunak kıldım. Ma balam ölüp gitti de. Ma balam ölüp gitti de. Ma balamın bana ölüp gitti de. Kırık çıkarttı gradisi. Ma balam ölüp gitti de. Kadınlar cevap kılışamız. Ma sayının tişirek ma yitip gel. Odam taş emez. Ma o taş emez. Odam. Ay yakalaçın ödüm. Apa yakalaçın Ben kalkıp gitmedim. Canım abla. Kokam gitmedi abla. Ödüm kalacak. Abla. Ödüm kalacak. Kutkusal. Abla. Gulcu'nun ekvali emmanlarının özünlağı ayan belkim tur sahasında ve bu sahalarda inik körüvatisler. Hatta aşk ılıp tüyep gitip bağın, aşk ılıp cinden ayrılıvat kalam yamancık. Az emez nurgullağaları yatamış aşktan kızıp gitip vardı bu. Bana Aka, Ahmet Akam tüyep kaptı, bana moşunda bop ketkice, bakara kadırlarının karı yok, bakara. Mala emdikili manda kılıvatı tıkı. Bakın Akam tüyep kaptı, moşunda bop kaptı, malana hiç kaçın karı yok. Bana bu uzun boptu, bu kitip kaptı bu. Muzlab bo'pti bu tugab qopti aka. Muajiratga Uyg'ur jamoati bo'lsa, Uyg'ur ididagi chekidan oshgan bu qamal va Uyg'urlar duch kelayotgan bu sunniy ochliqning maqsadi va oqibatidan jiddiy andish qilmoqda. Qo'ydi xalqimizni osh qo'ydi. Negidak birimiz qolmadi. Mana. Bizni osh qo'ydi. Ya mushtaqis bo'lamda o'ylab beqinglar, qarindoshlar. Ishnim yo'q, yigidak gazir. Hey dostlar, yaxşımı? Bizim oyda 5 can batdı. Adamның balası müşrik qalıb qalğan. Andikin apamni, akam adamның balasını
inimni Galideng aketdi. Men bilan balam shu yerda qoldik. Balam 3 kun bo'ldi. Burnidan qon eqib to'xtamadi. Men yurak operatsiya bo'lgan, yurak kislim bor. Bir narsalarni buyursak akab bergilmidi, telefon qilsak og'ilmidi. Balamdım ansiradim, o'zimdim ansiradim. Bizning iqtisoddan qiyinchilik yo'liqmidik, faqat yeydigan narsadan qiyinchilik yo'liqdik. Ko'nglimiz pek yerim bizniki. Yeydigan hech narsa qolmadi, yo'q, 6-7 kun bo'lib qoldi. Telefon qilsak ya olmaydi. Wuhan'da kasal chiqqan vaqtida kasal chiqmagan Xinjiangni 50 kun taqib olib, hammamiz birlikda Wuhan'ga madad berdik. Lekin Xinjiang kasal chiqqandan keyin hech qanday bir o'rinninki bizga yordam berolmaydiganligini, shundaqmi nurg'unlagan kishilarninki osh qo'zoqlikda o'lib ketib qolganligini his qildik. Attis Koysho Guanfangninki bir zo'pinga tutamga chiqqidek, bir romanni bermaydiganligini his qilib oldik. 封控41天，如果不是当地居民不停地在网上申诉求助，如果不是网友不停地接力转发，新疆伊犁、库尔勒等地的疫情或许到现在也无法进入大众的视野。